Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana Madriddamiz. Chiqib aylanamiz endi shahar. Mana apparatda mana buni karta olasiz. 10 ta poyezdkaga, ham metroga, ham avtobusga 10 euro turar ekan. Kartani o'zi 2,5 euro. Olib ketamiz. Tushamiz metroga. Keldi metromiz. Ana yetib keldik. Buqalar urushtiradigan maydonga. Shu metrodan chiqqan joyda ekan. Shu metrodan shunday chiqdik. Lentasi. Hozir biletini ko'ramiz. Soat nechiga ekan buqa urushtirish. Har dam olish kunlari bo'lar ekanda. Xullas kalom, mana shunaqa audio gid berar ekan. Keyin kartasi bilan dokumentingizni olib qolardi. Kirdik endi aylanib buqalarni ekskursiya qilamiz. Bugun jang bo'ladimi desam, soat 7 ga kechqurun bo'ladi deyapti. Hozir ko'ramiz qani. Demonstratsiya ham bor deydi. Wow. It's amazing. I mean, that's a spectacle. Very exciting all this stuff. It's impressive, yeah. But we get the vibe. Mana bu yerda virtual urush bor ekan. Urushyapti qana. Buqa bilan. Mana sheshni ochib qo'yib yuborar ekanda buqalarni. Bu yerda o'tiradi. Mana metroga kiryapmiz. Qayerda endi ketdik qirollikni oldiga boramiz. Nimalardir bo'lyapti shani. Isabel. Mana Korolevskiy dvorga keldik. Qirolichani. Qirolicha deyman, qirollarni uyida, xullas kalon.
Vamos ya, Goya, tambah. Vero. Et la couronne, elle est là, regardez. La couronne, elle est là. Faut que tu refasses ton bleu, Caro. Ah non, il va s'exaucer. Allez, sous le... Derrière Carlos, montez les marches. You're a guest, right? Yeah. Madrid o'rtasida mana shunday so'lim bog'lar juda ko'paygan. O'rmonlar. Shu issiq, shu haykallar hammasini tomosha qilish joylar, parklarda ispaniylar ichadigan suv qo'yibdi-da mana. Men ko'zim bilan suvim bor edi-da. Soqqa qilishni bilmaydi-da. Soqqa qilishni bilmaydi. Qo'ymaydi mayaga sotib va issiq suv, ana yaxtak suvlarni. Soqqa qilishni bilmaydi, hamma joyga bepul suv qo'yibdi ichishga. Ana Paseo de Ben Yusuf 12-asrda Yusufni proglovka qiladigan joylar. Shahar ichida aylanyapmiz, endi stadionga boramiz hozir. Stadionni ham bir tomosha qilaylik. Oddiy uylarnikini ham ko'ryapmiz. Ichini ham ko'chalar, kichkina ichki ko'chalarini. Lekin meva-cheva juda ko'p-da. Mana Ispaniyaning baletchiklari bilan ketyapmiz birga. Ochib qaranglar buni, stadionga kirishdi. Olis stadionga ancha yurishimiz kerak. Shu yerdan boshlangan. Ana ochib, bironta oraga tiqilmaydi. Yerdan tutdi oxiri o'sha yerdan kelyapti. Ikkita bo'lib stadionga kirishga. Endi men ochibda turib kira olmayman. Aylanib ketamiz, bir yaldi stadionni. Tashqaridan. Mana shu yerdan olinyapti bilet, yog'iga qo'yib yubormayapti. Mana shunda kelish uchun men qayerdadir ochibda turishim kerak. Mana stadion.
kirib bo'lmaydi stadionga. Hamma joyda politsiya o'rab o'tiribdi. Navbatga turishga esa vaqt yo'q. Xullas, yerda Rim Papa deb baqiryapti. Hozir nima bo'lyapti o'zi bu yerda deb so'rasam, bittasidan переводчик bilan xullas Papa Rimskiy 14 kelyapti. O'sha o'zlarini mana yoshlar bilan uchrashuvi bor ekan, o'zlarini shu palomnichество bir narsa o'shalarni uchrashish uchun yoshlar очередьga turibdi ekan. Специальный o'zlarini приглашение ticket, ya'ni biletlari bor ekan, o'shalar bilan kiryapti ekan. Xullas kalom stadionda atrofi, ichi atrof hamma joyini yopib tashlagan. Xullas kalom butun Yevropa bo'yicha mana shu Papa Rimskiy Leva 14 bilan uchrashishni yoshlar kelgan, Ispaniyaning o'zidagi bosgan. Bu yerda o'sha tashkiliy ish bo'layotgan ekan bu yerda. Umuman bizga aloqasi yo'q, na futbolga, na sportga aloqasi bor narsa ekan. Hech qanaqa aloqasi yo'q narsa ekan. Shuning uchun stadionda 2 kundan beri yopiq ekan. 8-chilo, ya'ni ponedelikgacha bo'lar ekan bu narsa. Xullas, akalar, umuman bizga taalluqli narsa emas ekan bu yerda. Stadionda Papa Rimskiy kelgan, bir narsalar qilyapti yoshlar bilan. Baqir-chaqir. Bizga aloqasi yo'q, biz ketdik bu yerdan. Akalar, orqamizda 2 yosh to'yi bo'layotgan ekan. Xullas qilib Madriddan aylandik. Videoni ko'rganlarga uchun rahmat. Madridda bir kunda hamma joy aylanib chiqa olmaysiz. Zaryad o'ldi, telefonimiz o'zimda. Shuning uchun qaytamiz endi osista.